Bugungi manzilimiz Happy Play bolajonlar showroomi. Endilikda sizlar bolajonlaringlarni o'yingohlarga olib borib, pul sarflab yurmaysizlar. Chunki Happy Playdan bolajonlarni o'yingohga kerakli bo'lgan hamma narsani hovlinglarga, uyinglarga, zolinglarga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bolajonlar xohlaganida ko'ngli tushganda o'ynaydi. Uylarning razmeridan qat'iy nazar shunaqa go'rkalarni har xil razmerlarda uylarga olishinglar mumkin. Bog'cha qurganlar bo'lsa, bog'cha qurmoqchi bo'lganlar bo'lsa, hozir O'zbekistonimizda nima rivojlanib ketdi Toshkentda, uy qurib sotish rivojlanib ketdi. Mana, bemalol mahallalar o'rtasida bolajonlarga playgroundga Happy Playdan olishinglar. Happy Playga kelishimga eng katta sabab mana shu parta bo'ldi. Bu partalarimiz 11-sinfgacha xizmat qilar ekan. Chunki bu partalar har tomonlama regulirovka bo'ladi. Meni e'tiborimni tortgan joyi mana shu o'tirgan o'rindig'im kreslo. Bu ortopedический bolajonlaringlar stulitsa qilishini, bukur bo'lib qolishini oldini oladi. Yoki-da engashib yuradigan bolajonlaringlar bu bittada to'g'irlab beradi. Happy Play showroomini adresi Yunusobod 5-kvartal. O'ng tomonimizda Amerikanskiy posolstvo, hamma biladi buni. Chap tomonimda Shifonur klinikasi. Shunda topib olasizlar, katta zdaniyat tagida Happy Play showroomi. Hammanglarni kutib qolamiz. Bolajonlarni xursand qilish payti keldi.